Ustabonga Ravasi vokzalda. Ajoyib, zo'r. Ustobo, Urgutimizga vokzal ochilibdi, ha? Endi beton zavod ochilmaydi-ku, jo'ra. Bu vokzal bilan sen hamma viloyatlarga borib kelishing mumkin. Ustobo, kela qoling, qarib yetib keldik. Azamat, nima to'xtatyapsan? Poyezd to'xtatamman, yangi bozorga ketmoqchiman. Vo'q, tushunmagan odam baribir g'altak bo'lar ekanda. Yangi bozorga u tomondan ketiladi-ku, Azamat. U tomon? Ha. Ha, ustobo, shu vokzalga sizda ham aloqangiz bormi, o'zi? Aylan, ustalarning eng kattasi o'zim bo'laman, jo'rajon. Chet yoshlarni ham o'zim qilib berganman. Aka, kofeni pulini berib ketding. Bo'l, bu tomondan yur, Azamat. Ustobo, qo'yadi so'raymi? So'y, jo'ra, yarmini tandir qil, yarmini yaxna qilyar. Mehmonlar kelib qoldi, tez-tez yur. Bo'l. Men nima qildim bunga? Azamat, men oynani oldiga o'tirishga o'rgangandaman, bulutlarni ko'rib, tomosha qilib ketaman-da. Bitta kofe aytinglar. Ustobo, keyingi yilmi planlar? Keyingi yil jo'rajon kanalchani tagidan aeroport quramiz. Keyin Shveysariya, Pensilvaniya, Antaliyalarga shu yerdan Urgutdan uchirasan. 2027-yilchi. Mana bu tomondan metro ochamiz. Voy, metro? Jetonni to'lab metroga kirasan, Toshkentdan chiqasan Bunyodkor bekatidan. Qaraysanki Drujba, oilaviy konsertga tushirasan. Qanday shu gap? Balki o'chgan edim yodingda